qani. Va alaykum Shodiyalar assalom. dastasi. Qayerdan Kelinglar. keldinglar? Angren shahridan. O'zim o'rgilib ketdik. Shunaqa chiroyli raqsga tushdinglar, bilasizlarmi? Ustozlar Bir- umuman o'rgatmadilar. O'shanga e'tibor berdim berganim. juda ham. Birinchi marta televizorga chiqishinglarmi? Televideniye? Yo'q. Ha, shunga ekanda. Lekin shunaqa chiroyli o'ynadinglar, shunaqangi zo'r tayyorgarlik ko'ribsizlar. Buning uchun kimga rahmat? Ustozimizga. Ustozinglarga rahmat, baraka topishsin va albatta ota-onanglarga rahmat. Alohida rahmat. Mana shunaqa chiroyli to'garaklarga qatnashishinglarda sharoitlar yaratib, sizlarni erta tongdan uyg'otib, Ertalabda voqli kelishingizga qaramasdan. Yanachi, Zapa. ular Zo'r TVni o'z nomidan tabriklashmoqchi. Kim tabriklaydi? O'zim o'rnataman. Oy. Masxara. Assalomu alaykum. Biz Shodiyona raqs guruhimiz hamda Angren shahridagi 17-maktab nomidan Zo'r TV telekanali 8 yoshga to'lganligi uchun chin yuragimizdan tabriklaymiz. Va shuni aytmoqchimizki, biz yosh avlodga televideniyega chiqishimizga sharoit yaratganligi uchun butun O'zbekiston nomidan tashakkur aytamiz. Kelajakda Zo'r TV telekanali bundan-da zo'r bo'lsin. Zo'r TVga omad. Voy jonim, barakalla. Judayam chiroyli. Eng zo'r tabriklardan biri bo'ldi. Qaranglar, buni kim yasagan? Mana bu Mana, yerda guruh kelishmabdi-da, ko'rsataylik, kelinglar. kelinglar. Bu yerda har bir efirda kelgan rasmligi bor, mana. Har bitta kelishganda esdalik qilib, esdalik uchun. charxpalakka joylashtirib kelishibdi. Bu Mana. aylanadimi? Aylanib Aylanadimi? ko'rsatsak bo'ladi, bemalol. Ha. Qoyil. Buni kim yasadi? Ustozimiz yasadilar. Ismlari Ustozlarga nima? alohida rahmat Nasiba etinglar. Hojimatova. Nasibaxon Hojimatova, sizga alohida rahmatlarimiz. Baraka toping. Shunaqa e'tibor berib, ham qizlarimizga shunaqa chiroyli raqslarni o'rgatib, ham shunaqangi Zo'r TVga alohida e'tibor bilan kelganinglar uchun. O'zi bilasizlarmi, Zo'r TV imkoniyatlar kanali. Mana shu sizlarga Albatta. o'xshagan istidodli, raqsi, qo'shiq yaxshi ko'radigan qizlargacha qani marhamat, ijodiylarni namoyish qilinglar deydi. Yana Albatta. raqsinglar bormi? Boringlar, tayyorgarlik ko'ringlar unda. Yana tabrik, nima tabrik? Bizning Shodiyona raqs guruhimiz 17-martda bir yil bo'ladi Zo'r TVga qatnashimizga. Shuning uchun biz esdalik uchun charxpalak taqdim etmoqchimiz. Voy, rahmat kattakon, qizlar. Rahmat Voy. qizlar. Keyingi safar chiqqaningizda gapirasizlar. Xo'pmi? Bo'ldi. dadam. Keyingi raqsga tayyorgarlik tayyorgarlik ko'ramiz. ko'ringlar. Barakalla. Bir-biridan qaqajon qizlar. ey. Hammasi. Mikrofon bersangiz hammasi gapirishga tayyor. Shunchalik Zo'r Baraka TVni topsin. yaxshi ko'rishadi. Toshkent viloyati Angren shahridan tashrif buyurgan bu qizlarimiz, hali yana raqslar bor, bahramand bo'lamiz. Ha. Biz esa davom ettiramiz. Ertalabdan salom. 14-mart bugun bahorning 14 kuni ham mana hash-pash deguncha ortda qolyapti.